Nimaga men yomon narsani eshityapman? Demak, men kimnidir yomonlayapman. Nima uchun men g'iybatni eshityapman? Demak, men kimnidir g'iybat qilyapman. Nima uchun meni yomonlashyapti? Demak, men kimnidir yomonlayapman. Nima uchun meni chegaramni bosib o'tishyapti? Demak, men kimnidir chegarasini bosib o'tyapman. Qachonki o'zingiz mana ichkarida, har joyda, har narsada nima uchun bu narsani ko'ryapman? Nima uchun bu narsa men bilan sodir bo'lyapti? Nima uchun degan savolni berganingizda siz tashqi muhitni, atrofni vinovat qilmaysiz. Hech qachon men nimani tushunishim kerak? Qayerda men kimnidir chegarasini buzyapman? Qayerda men noto'g'ri yashayapman degan savolni ichingizga berishni boshlaysiz. Aslida Alloh sizni har zamon o'zingizga qaytarish uchun, yaratganga qaytarish uchun atrofingizga aynan oyna berib, sizga yoqmaydigan odamlarni sizga olib keladi. Demak, qayerdadir men shunaqa bo'lyapman. Bilingki, bitta narsani aytaman, qalbingiz hech qachon sizni aldamaydi. Siz menga aytishingiz mumkin, "Yo'q, men hech qachon bunaqa qilmayman" deb. O'rtog'ingizga, dugonangizga